Ар тараптан чогулган жамаат. Ошол өлкөгө кирүүгө даярданып турабыз. Бир канча убакыттардан кийин алдыга карай кадам таштайбыз. Андыктан алыстабай туруңуздар. Siz Andijan dedim. Tamam, mınday uygulama koyup Karışamız mı? Uzbekistan'da şu turizm potansiyeliyle ketken adam durup кто интересует, ход иностранный смотришь, шаг alıp ketedi. Var mı var? Hozirda bizda maqsadimiz shu turistlarga, ayniqsa Qirg'iziston orqali kelayotgan turistlarga qulaylik yaratish maqsadida boshxonadan mana ko'rib turibsiz, boshxonadan o'tishga, boshxonaning ichida, chegaraning ichida shu yerda O'zbekiston hamda Andijon to'g'risida to'liq ma'lumotni beramiz. Bundan tashqari chiqishga ham hozir xudo xolasa mana hamma flyerlarimiz bepul, bukletlarimiz ham bepul. Bu yerda hamma xizmat bepul xizmat ko'rsatiladi. Qolaversa shu yerda o'zida birinchi O'zbekistonda turistik salohiyati bilan tanishtiriladi. Құдай насип бұйрық қылған екен, азыр şu екі елдің туризм жамаатындағы елдердің башын біріктіріш үшін достық байланыш менен şu Mundus Turist компаниясы Анжанға şu туризм өніккен жерлерде, бүгінгі күнде туризмге жақсы қолға алынған жерлерде көргізу үшін şu Ош обласындағы арғайсы тармақтардың өкілдерін алып түшіп барады. Ең негізгісі Құдай şu екі мемлекетімізге omат берсін, ынтымақшылық берсін. Ақ қалпағын ала топысы жарашқан şu базары мазары бір елдерге ынтымақшылық берсін. Монтып азырқыда өтіп қиналбай елдеріміз шекарасыз тосқолсыз өтішті. Алла Тағала шоға жеткізсін деп тілейлім. Biz o cemaatimize barıp gelgen cemaatimize жақсылықтар тілейлі. Бірақ мінеке. Қана қоймейді. Құдай жолыңыз жақсы. Жақсылықтар болсын. Өзбекстанга болгон сапарыбыз Андижан облусунун Канабат шаарына багытталды. Nesi bulur Aşk kızımız bana söylüyor. Assalamualaikum, hoş geldinler. Hoş geldinler.
Men adım Erkinay. Men O'zbekistondikman. Ulutum Qirg'iz. Ушул жерде O'zbekistonda men o'ta baxtlымын. Мага shunday мүмкүнчүлүктөр жаратылып, мага өтө жакшы биздин губернатор, биздин жетекчилерибиз өтө жакшы жардам берип, мен өтө бактылуумун. Ушундай мага ар жерден меймандар, туристтер, Индиядан, США-дан, ар кандай жерлерден мага меймандар келип, менин идеям баарыга жагып, өтө иштерим жакшы болуп атат. Кудум эле Сулайман тоого окшогон бул Хан Ордо тоосу бүт жагынан жаратылышы соонун маанайды көтөрөт экен. Бул жерден бүтүндөй Кыргызстанды, Өзбекстанды байкоого болот. Bizi hurmatli hokimimiz, viloyat hokimi Shuhratbek Kushakbayevich tashabbuslari bilan marshrut o'zgartirilib, shu yerga kelib, mana shu holat ko'rsatilgandan keyin GM O'zbekiston aksionerlik jamiyatiga topshiriq qilib berilgan, mana shu joyni ta'mirlab xalqning xizmatiga topshirishga. Qishki mavsumga to'g'ri kelgan, lekin shunga qaramasdan bir kunda 800 ta, 1000 ta yuqori malakali mutaxassislar ishlagan. Avantopus degan juda ham yirik stроительный kompaniya ishlagan bu yerda. Ular mana 11 oyda ichida shu yerda ta'mirlab, to'liq bizni qo'limizga topshirishdi. Iyun oyida ochilish marosimi bo'ldi. 2-avgustdan biz mijozlarni qabul qilishni boshladik. На 180 человек рассчитано. 180 ta odamga nima qilingan. Bu yerda 62 ta standart xona bor. Каждый стандартный номер на 2 человека рассчитаны. Помимо этого 14 полулюксов, 10 люксов. Все, начиная с полулюкса, все семейные номера считаются. И 6 апартаментов joylashgan bu yerda. Qanday litseniyalar bor? Qaysi yo'nalish? Yo'nalish ko'proq yuqori nafas organi kasalliklari, allergiya kasalliklari, asab tizimi kasalliklari, harakat tayanch tizimi и все заболевания в период ремиссии мы можем принимать. В период ремиссии. Nigor opa, birinchi mijozingiz shu bo'ladi, asabi sal joyida emas. 10 kunligiga qancha? Endi hozir sizlar nimada Qirg'iziston fuqarolariga ozgina farqi bor, ozgina farqi bor. Chet davlatdan kelgan, chunki biz o'zbek turizmni nimasiga o'tganmiz, ularni hisobida turamiz, propiska qilinadi bu yerda, hamma dokumentatsiya, hamma formalliklardan o'tkaziladi-da. Hozir men O'zbekiston fuqaroga 165 ming bo'lsa, Qirg'iziston fuqarosiga 210 ming. Стандартный номер. 4-разовое питание. В это входит. В это входит. 210 mingingiz bir kunligini aytyaptilar. 3 mahal ovqati litseniya. 4 mahal ovqat litseniya. 2 millionmi? Хочу вам объяснить еще. 800 ta odam Tojikistonda bahor Tojikistonga, da. 1800 ta odam. kompleksimizdan bor. Sanatorium yok. Bu qancha uzunligi? Super. Mehmonlar bor, ularni nima qilib, uni salchoqlarni avvalgi holati. Bu yog'i hozirgi holat.
Вы такие вопросы не задавайте. Aytyaptın aylı bunu da. Mana bunda. Aytyaptın şol aylı. Zamı bor ekan. Men birga kelgan. Bunu ayl. Өзүнүн табият жаратылышы менен суктандырып турган бул Хантак ордосу ар бир келген туристти өзүнчө табиятына суктандырып турат. Мындан жердин бийиктигинен 700 метр болгон бул комплекс бүтүндөй ааламды ушул жерден туруп саресеп салсаң болчудай. Эң oddiy. Эконом класс. Ekonom klass. 160. Bu tuzxonada qanday Yod bilan boyitilgan. Даже чувствуется, наверное. Oyog'inglar tagigan tuz. Это все соль, да, это все соль. Bu yoqdan sachatib beradi. Tuzni solib, o'tib. Сейчас там, наверное, нельзя правильно? И даже без. Это будет вот так вот. Молодцы. Дизайн, видите, какой? Nimada? Olti. Yo'qsa u 29-chi. Rahmat. Bu qizlardan nima qiladi ekan? Bizning shahar Andijon viloyatining Xonobod shahri deyiladi. Aholimiz 42 mingdan yaqin odamlar istiqomat qiladi. Yer maydonimiz 2390 gektar maydondan iborat bo'lib, bu joyda hozirgi kunda turizmda ayni rivojlanish payti deb hisoblaymiz. Sababi chet davlatlardan kelgan investitsiyalarimiz, shu jumladan Germaniya, Fransiya, Xitoy, Rossiya, Qirg'iziston yolimiz qo'shnilarimiz investorlardan iborat bo'lyapti. Hozirgi kunda chet davlatlar bilan 81 millionlik shartnoma qilganmiz. Shu kunlarda yana 100 million dollarga Xitoy davlati bilan shartnoma qilyapmiz. Bir yilgi bizni Xonobod shahrini rivojlanish programmasi hozirgi kunda 1 trillionga yetyapti. Shuni hisobga olgan holda bizda sanoat juda rivojlangan, yirik tashkilotlarimiz mavjud. Anjan kabel, Uskoji, yana 18 ta tekstilniy fabrikalarimiz 1,5 yil ichida qurilib, ishga tushirildi. Emosiya вообще sonun, esaludagi sonun bo'lib o'tadi. Kutgan emasmiz, bunchalik darajada bizni aylantirib, o'sha Andijondan Xonobodda murunqi Savitobodda shunchalik dengizda o'zgarib, shunchalik sonun bo'lib ketganini bizlar ko'rgan emasmiz. Ayavay sonun bo'lib o'tadi. Biz hozirgi kunda Andijon shahrining umuman O'zbekiston eng sharqiy shahri hisoblanamiz. Xonobod shahrida turibmiz. Mana bevosita ikki davlat rahbarlarining tashabbusi bilan o'tkazilayotgan o'zbek-qirg'iz
munosabatlarni yanada chuqurlashtirishga bag'ishlangan uchrashuvda hozirgi kunda biz Xonobod shahrini hokimiyati oldidamiz. Xonobodda diqqatga sazovor joylari, bevosita turistik potensialini haqida hikoya qiluvchi turmarshrut bo'ylab davom etyapmiz. Hozirgi sayohatimiz hali uzoq davom etadi. Yangi safar. Biz videoga olmayan Jon aka syomka qilmen. Bayazdan yani gördüm. O'quvchilari mı yerdan kelgan? Yo'q. Şaşalıp tapdım. Usta galat durup diye barmayalım. Bak mana ko'tarib keldi. Biz ham hozirimiz. Mana bo'ladi. Oling. Birinchi sotolga monchida bor ekan. O tepaga ham. Bog Milano. Bittasi. O'g'li. Ikkita, uchta. Postlashar. Bu bilan. Davlatga borsang bozorni ko'r dedi-yu. Hatırlanı qayerda? Mashina. Kiloga 17 ming. 8 ming so'm. 8dan beraman. 8. Bu kilosi 5 ming, bular 8 ming. Nimaga?
Sarak o'rtacha. O'rtacha yirik. O'zi hammasi pishiradi. Gilos svejilar. Ana, bering. Chelak qancha? Hozir Chelak mana 2 14 millik bo'ldi. Chelak 2 mingdan. Ha, bering. Boya 2 chelak bering, 2 chelak toptirib bering. Bo'ldimi? Voy, mana 5 ta. Mana 30 bo'ldi-ku. Ha. 32. Hozir shashpanga. Shoshilmay turing, beryapti. Bo'ldi mana. Mana 32. Shashtiringiz. Mehmon siylagan dilkashligim so'zam holi asli merosim حبيبي ناظرة بقيم شاير محمد يوسفين جرمير Hozirda 20 kishidan ortiq Qirg'iziston fuqarolari Andijon bo'ylab sayohat uyushtirdik. Sayohatda In-Time Delivery Service MCJ tashkiloti Intur brendi ostida amalga oshirdi. Qirg'iziston fuqarolari hozirda Andijon shahri bo'ylab uyushtirilgan sayohatdan juda mamnun bo'ldilar. Hozirda respublika prezidentimiz tomonidan turizmni rivojlantirish uchun juda yaxshi imkoniyatlar, juda yaxshi sharoitlar yaratib berilgan. Agar birorta bir investor O'zbekiston Respublikasida gastitsa 3 yulduzli gastitsa quradigan bo'lsa, o'sha qurilgan gastitsani Forma 2 topshirilgandan keyin 40 million, har bir xona uchun 40 million subsidiya qoplab beriladi. Agarda bu gastitsa 4 yulduzlikni tashkil etadigan bo'lsa, bu subsidiya 60 million, har bir xona uchun 60 million. Shuningdek, chet el fuqarolari Andijon shahrida yoki Andijon viloyatida 200 ming dollar, AQSh dollar qiymatida ko'chmas mulk sotib oladigan bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri O'zbekiston fuqaroligiga erishish mumkin. Turistlarga yanada qulaylikni yaratish maqsadida hozirda chegaralarda yashil koridorlar tashkil qilingan. O'zbekiston Respublikasiga kelayotgan turistlar ushbu yashil koridor orqali navbatsiz vaqtini tejagan holatda tez fursatlarda o'zlariga qulay sharoitda o'tishlari mumkin. Shuningdek, 45 ta davlatga bez viza, ya'ni vizasiz rejim tashkil qilingan. Biz hozir Qirg'iziston fuqarolarini O'zbekistonga taklif qilamiz. O'zbekistonga kelinglar, O'zbekistondagi diqqatga sazovor joylarni ko'ringlar. 1000 marta eshitgandan ko'ra bir marta kelib ko'rgan yaxshi. O'zbekistonga kelinglar. O'zbekistonda sizlarni kutamiz.